Bugun Laravel kursimizni 4-darsini boshlaymiz. Dizayn maketlarini ishlaydigan veb-saytlargacha. Tasavvur qilinglar, sizlarda Figma dizaynlari bor, lekin uni veb-saytga aylantirish juda qiyin ko'rinadi. Bu ancha vaqt oladi. Vaqt olgandan keyin u sizlar xohlagandek chiqadimi, chiqmaydimi, u yog'i bo'ladi. Bunga yechim qilib Laravelni sizlarga tavsiya qilaman. Laravelga Figmadan va boshqa rasm resurslaridan import qilsanglar bo'ladi. Laravel sun'iy intellektiga dizaynerlar chiroyli va foydalanuvchiga qulay interfeys yaratadi. AI esa tuzilma funksionallikka juda tez ishlab chiqadi. Dizayner qilgan dizayn rasmni sizlar sun'iy intellekt bilan birlashtirib o'zingizlar xohlagan saytni chiqarsanglar bo'ladi. Import qilishning 3 ta usuli bor. Veb-saytdan klonlash, Figma plagini qo'shish, skrinshotlar bilan birlashtirish. Birinchi usul skrinshotlar. Eng sodda yondashuv. Istalgan dizayn skrinshotini olib, uni Laravelga yuklash. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin: Figmada eksport qilingan dizaynlar, sketch fayllar, Pinterestdagi ilhom manbalari, sizga yoqqan har qanday dizayn rasmi. Hozir ko'pchilik yoshlar Pinterestda ko'p dizaynlarni ko'rib, ularga havas qiladi. Undagi rasmni yuklab turib, Laravelga jo'natsanglar, sizlar yasayotgan saytga sizlar xohlayotgan dizaynni qo'yib bera oladi. Davom etsak, ikkinchi usuli Figma plagini. Figma foydalanuvchilari uchun Builder.io integratsiyasi eng qulay va silliq tajribani taqdim etadi. Figma dizayningizni auto layout va aniq layer nomlari bilan tuzing. Kerakli framelarni tanlang. Open in Laravel tugmasini bosing. Figmani o'zida ko'rsatib bera olmayman. Menda Figma bo'yicha ma'lumot yo'q, ammo rasm yuklab Laravelni o'zida ko'rsatib beraman. Darsimiz davomida 3-usul veb-saytlarni klonlash. Agar sizga yoqqan biror veb-saytni ko'rsangiz, uni Laravelga klonlashingiz mumkin. Buning uchun Go Full Page From kengaytmasidan foydalanib, saytning to'liq sahifa skrinshotini olasiz va uni Laravelga import qilasiz. Bu usul raqobatchilar dizaynni qayta yaratish, ilhom olish va yoki mavjud saytlarni ko'chirish uchun juda qulay. Importdan keyin yaxshilash. Dizayn import qilingandan so'ng u yakuniy holat emas, balki boshlang'ich nuqta hisoblanadi. Oldingi darslarda o'rganilgan conversational promptlar yordamida siz aloqa formalaridan tortib animatsiyalargacha turli funksiyalarni qo'shishingiz mumkin bo'lgan, chunki import qilingan dizaynlar deyarli hech qachon mukammal holatga kelmaydi. Masalan, ranglarni biroz moslash, oraliqlarni sozlash yoki qo'shimcha funksiyalarni qo'shish talab etilishi mumkin. Xo'p, endi buni Laravel o'zida ko'rib chiqsak, o'zgarishlar boshlandi. Asosiy xulosalar: Laravel dizaynlarni skrinshotlar, Figma va veb-saytlar klonlash orqali import qilish imkonini beradi. Import qilingan dizaynlar bu boshlang'ich nuqta. Ularni keyin o'zingizlar rivojlantirishingiz mumkin, o'zgartirishlar qo'shishingiz mumkin. Funksiyalarni qo'shish va sozlash uchun conversational promptlardan foydalaniladi. Hozir biz ham baribir prompt yozdik, rasm qo'ygandan keyin o'zgartirish sifatida eng yaxshi natija dizaynerlar ijodkorligi va AI samaradorligini birlashtirish orqali olinadi. Baribir inson qo'l mehnati talab etiladi dizayn va shunga o'xshash joylarda. Biz yuklagan rasm bo'yicha dizayn o'zgartirildi. Ko'rib turganinglardek, orqa fon ranglari, tugmalar ranglari va dizayni ancha o'zgargan. Biza yuborgan rasm bilan. Ko'rib turganinglardek, biza boshqa resurslardan ham o'z saytimizga ilhomlar va yangiliklar qo'shsak bo'ladi. 4-darsimiz tugadi. Darsning videosini ko'rib bo'lgandan so'ng mashqlarni albatta ishlanglar, o'z biliminglarni rivojlantiringlar.